liftda ketib tursak, bir yosh yigit ko'rib qolib, tanib qolib, qarab turib, yonida bir rus qiz turibdi. Unga tanishtiryapti. "Это нас заслуженный" deydi, "Sherali" deydi, "Sherali" deydi. Shohjahonni ko'rib Sherali deyordi. Ustozimizni bir adashmasam bir shunaqa voqea ustozda ham bo'lgan. Ha. Bu Samarqandda bo'lgan voqea. Samarqandda otam aeroportga ketib turgan paytlarida haligi to'silgan nimani orqasidan lo'lilar turgan ekan. Lo'lilar turib baqiravergan, bechora otini topolmasdan oxiri qarab turib "Alisher Navoiy" degan. Otam aytib, "Juda zo'r ism bilan atading meni" deb, "Ma" deb hammasini rozi qildi. Tabriklaymiz. Xudo xolasa keyingi konsertlarga ham taklif qilsangiz kelamiz albatta. Moskvadan mana nafaqat Nijniy Novgorod, Samaradan ham mehmonlar kelishgan. Rahmat. Sog' bo'ling. Zohirshoh. Ildiros qarsanglar ostida Shohjahon Cho'ra